Mana bu nurg'un kishilarning kufrlikqa tushishidagi, hatto ba'zi musulmonlarning islomdan yiroqlashishdagi asosli sababining birisi. Haqiqiy cho'nglikning, haqiqiy buyuklikning pulda emas, mol dunyoda emas, jamiyatdagi o'rinda emas, qalbdagi samimiyatda, taqvodalik ekanligini bilgan bo'lsa-da, aksincha nijotlik kemlariga ishonmasak, uni gumoniy nazar bilan qarasak, hatto haddimizni eshib uni masxara qilsak, Adam atımız vafot topgandan keyin Adam atimizning bolalari dadasining jannatdan kelganligini unutmay, shundaqla o'lgandan keyin ana shu jannatga yoki Allohga itoat qilmasa, Allohga shirk qilsa, jahannamga borganligini esidan chiqarmay, haqiqiy tavhid ichida yashaydi. Ammo yillarning o'tishiga ergishib, ularning orasida ba'zi bir jinoyatlar, xatoliklar sodir bo'lishga boshlaydi. Adam atimizning ba'zi bolalari o'zining nafsining keyniga va yoki shaytonning keyniga kirib, ba'zi xatoliklarni sodir qiladi. Yillarning o'tishiga ergishib, bu xatolik ijtimoiy xatolikdan, axloqiy buzuqchilikdan, haq huquqdagi adolatsizlikdan eshib, aqida jihatda ozg'unlikka ko'tariladi. Ya'ni ular orasida ma'lum bir solih, yaxshi kishi vafot topsa, u odamni eslab turayli degan bahona bilan u odamlarning haykalini turg'izadi. Keyin kelgan avlod bular ulug' kishilar deb birinchi avloddan bakrak ularni hurmatlaydi. Undan keyin kelgan avlodlar bular bizni Allohga yaqinlashtiradi deb ularni Allohga shirk qilishga boshlaydi. Mana shunday qilib Odam otimiz vafot topib 10-asrga kelgan qadar kishilar aqida jihatda shunday ozg'unlikqa, ya'ni shirkka tushadi. Shundaqla Allohga bo'lgan iymonda ojizlashadi. Jannatni unutishga, oxirat hayotini unutishga boshlaydi. Hayotni faqat mushu dunyodan iborat deb ko'rishga boshlaydi. Shuning sababidan ular mushu dunyoda yaxshi yashash, mushu dunyoda go'zal yashash uchun birisi bilan baslashishga boshlaydi. Oxiratga iymoni bo'lmagan, jannat va do'zaxga iymoni bo'lmagan bu xalqda axloqiy jihatda buzuqchilikni maydonga kelishga boshlaydi. Haq huquqda adolatsizlik bosh ko'tarishga boshlaydi. Ya'ni kuchliklar ojizni buzaq qiladi. Ko'may qolganda boshqalarning haqqini yevoldigan ishlar nihoyat avj oladi. Alloh taolo insonlarni bu zaminga ega qilgandan keyin ular ozg'on vaqtida hech qachon ularni ezishga qo'yayotgan emas. Aksincha insonlar ezib haddidan eshqan vaqtida, Allohni unutgan vaqtida, o'lgandan keyingi jannat va do'zaxdan iborat abadiy hayoti bo'lgan oxirat hayotini unutgan vaqtida, ularga oxirat hayotini eslatadigan, insonlarning asli jannatdan kelgan, o'lgandan keyinmi Allohga shirk qo'shmay haqiqiy musulmon bo'lib yashasa, u jannatga qaytadiganligidan iborat bu iymonni eslatadigan, ularni to'g'ri yo'lga boshlaydigan bir yetakchini avatib turadi. Odam atimizning bolalari ana shunday aqida jihatda ozg'unlikqa, axloqiy jihatda buzuqchilikqa, haq huquqda adolatsizlikka batgan vaqtida Alloh taolo ularni to'g'ri yo'lga yetaklash, ularga Allohni tunishtirish, o'lgandan keyin boradigan yeri, ya'ni oxirat hayotini tunishtirish uchun Nuh alayhisalomni payg'ambar qilib tanlaydi. Nuh alayhisalom bo'lsa Odam atimizning bolalari ichidagi bir yog'ochcha edi. Alloh taolo Nuh alayhisalomni payg'ambarlikka tanlagan vaqtida Nuh alayhisalomning yoshi 40 yoshda edi. Nuh alayhisalomga payg'ambarlik vazifasi yuklangandan keyin Nuh alayhisalom shiraga Allohni tunishtirishga boshlaydi. Ya'ni insonlarning, Odam atimizning bolalarininki hammasining asli jannatlik insonlar ekanligi, Odam atimizning jannatdan bu dunyoga imtihon berish uchun tushirilgan ekanligi, agar biz bu imtihonni yaxshi bera olsak, ya'ni Allohga aqida jihatda hech qanday shirk qo'shmasak, jannat va do'zaxga haqiqiy ishonib, shuningga iymon aytib, shuning uchun tirishsak, o'lgandan keyin u abadiy hayotda jannatga kiradiganligimizdan iborat iymon tashviqoti, tavhid tashviqoti elib boradi. Afsus, u davrda kishilarning ko'zida mushu dunyo yo'nab ketgan bo'lg'achqa, oxirat hayoti, o'limdan keyingi hayot degan bu gaplar xo'sh yoqmaydi. Ular mushu dunyoda go'zal yashashni o'ylaydi, baslashib boshqalarning oldiga o'tishni o'ylaydi. Ammo Nuh alayhisalom asla umidsizlanmay, izchil da'vatini davomlashtirdi. Kishilar Nuh alayhisalomning qishidan o'tsa, quloqlarini itib oladi. Xuddi bugungi kunimizda ba'zi kishilar o'limdan keyingi hayotni, insonning bu dunyoda mavjudlik g'oyasini tuntadigan bu tabliğ da'vat darslarni apyun, kishini uxultidi yoki zaharlaydi deganga o'xshash o jamiyatdagi kishilarmi Nuh alayhisalomning tabliği quloqimizga kirib qolsa, bearam bo'ldi ekanmiz, bizga o'limni eslatdi ekan deb u so'zlarni o'zini elib qochishga boshlaydi. Demak, inson oxiratni, jannat do'zaxni unutgan vaqtida uningga tabliğ qo'shaqmaydi. O'lim haqidagi eslatmalardan o'zini elib qochadi. Chunki o inson butun zehnini, butun vaqtini mushu dunyoga sarf qilgan. U dunyoga bo'lsa sal qarab hech qanday zehnini, vaqtini va yoki iqtisodini sarf qilmagan, tayyorliksiz hech qanday iqtisodini sarf qilmagan u hayot haqida gap anglashni xohlamaydi. Demak, inson o'limdan keyingi hayotga hech qanday tayyorlik qilmag'achqa, o'lim haqidagi, ya'ni o'lgandan keyin nega boradiganligi, shundaqla bu dunyodagi mavjudlik g'oyasi haqidagi bu tabliğlarni anglashni o'zini elib qochadi. Lekin bu elib qochish bilan o'limdan qutulolandi? Asla qutlanmaydi. Bu faqat o'zini aldashdan iborat. O'zini mushu dunyoning go'zal narsasi bilan
mast qilganga o'xshaydi. Ammo o'lim bilan bu mastlik yechiladi. Kishilar Nuh alayhisolamning da'vatidan shuncha o'zini elib qasimi, Nuh alayhisolam har xil usullarni qo'llanib da'vatini davomlashtiradi. Oqshomlari yig'ib kishilarga suhbat elib boradi, at deganlari so'zlaydi, kunduzlari so'zlaydi, kechalari so'zlaydi. Ya'ni butun usullarni qo'llanib, ularni haqiqatga, ya'ni insonning bu dunyodagi yaratilish vazifasi va o'lgandan keyin nega borganligi, insonning asli nereden kelganligidan iborat eng muhim bo'lgan bu haqiqiy savollarga javob berib, ularga tashviqotni davomlashtiradi. Ammo bu nodon xalq Nuh alayhisolamning bu da'vatining qimmatini tunib yetmay o'zini elib qochadi. Hatto Nuh alayhisolamning da'vatini to'sish uchun Nuh alayhisolamga har xil tuhmatlarni qiladi. Ularning Nuh alayhisolam qilgan tuhmatining birinchisi bo'lsa, Alloh yo'lida sadiq qilinglar deyish orqali mol dunyo to'plamoqchi degan bu tuhmatni qiladi. Xuddi bugungi kunimizda diniy tashviqot qilayotganlarga, madras, Qur'on kurslari ochayotganlarga ularning maqsadi jon beqish. Mushundaq bolalarni o'qitaman deb mol dunyo to'plash maqsadi va deydigan tuhmatni qilganga o'xshash Nuh alayhisolamga buning maqsadi pul tepish deydi. Amaliyotda bizning jamiyatimizda ana shundaq tuhmatga uchrayotgan kishilarning ko'p sonligiga qaraydigan bo'lsak, ular vatandagi turma tahdidi, o'lim tahdidi bo'lgan yerdimi u da'vatlarini, u xizmatlarini davomlashtirgan kishilar edi. Shundaqla ularning maqsadi pul tepish deb tuhmat qilayotgan kishilarning turmushi, u Alloh yo'lida xizmat qilayotgan kishilarning turmushidan xilila yuqori. Alloh yo'lga o'zini atagan kishilarning turmushi bo'lsa, intayin oddiy. Shundaq bo'lsa-mu, o kishilar ularning turmushiga rozi bo'lmay, ularga ana shundaq tuhmatlarni qilishidi. Chunki ularning qalbini ana shundaq mol dunyo chirmab ketgan bo'lg'achqa, hamma kishini o'zidek o'ylab, ko'rsatgan tirishchanligini faqat pul uchun deb o'ylaydi. Oqibatimiz Nuh alayhisolamning xalqiga o'xshash qabohatlik bo'lmasin deydi ekanmiz. Eg'zimizni Alloh yo'liga o'zini atagan Qur'on kursi bo'lsin, va yoki madrasa bo'lsin, va yoki tashviqot bo'lsin, va yoki tarjima xizmatlari bo'lsin, islom xizmatiga atagan u kishilarga tuhmat qilishdan eg'zimizni yig'aylik. Nuh alayhisolam o'ziga ana shundaq tuhmat qilgan kishilarga qarata, nayt muloyimlik bilan va ya qavmi la as'alukum alayhi mala. Ey qavmim, men bu gapim orqali sizlardan mol talab qilmayman. Hech qanday mol to'plashni, boylik yig'ishni, jon beqishni maqsad qilmayman deb nayt uchiq aytadi. Buningdan biz o'zini islom xizmatiga atagan kishilarningki shu qilgan da'vati, ochgan Qur'on kurslari, madrasalar bo'lsin, o'zini islom da'vosiga bir xizmatchi deb qaraydi ekan, u xizmati orqali pul to'plab olish, boylik yig'ish yoki turmushini yuqori saviyaga ko'tarishni maqsad qilishning nayt ig'ir xato ekanligi, Alloh yo'lida qilingan xizmatda hech qanday mol dunyo ko'zlamasga kerak ekanligini ko'ralaymiz. Nuh alayhisolam Alloh yo'lidagi xizmatidagi ana shunday pokizlik bilan ularning o'ziga qilgan tuhmatini irtib tashlaydi. Ularning tuhmati oqmaydi. Ular bu tuhmat oqmagandan keyin Nuh alayhisolamga yana bir tuhmatni o'ydirib chiqadi. U bo'lsa-mu yuridu ayyata faddala alaykum. Nuh mana shunday gaplarni qilish orqali o'zini ko'rsatmoqchi, o'zini sizlardan ustun tutmoqchi, boshliq qo'ymoqchi, atrofiga odam to'plab, qo'shin to'plab o'zini cho'ng ko'rsatmoqchi degan bu tuhmatni qiladi. Demak, islohotchilarni o'zini ko'rsatishga amroq bosh o'g'suva deb tuhmat qilish Nuh alayhisolamning davridan tortib mavjud bo'lgan islohot dushmanlarining sapsatisi. Shunga islohot yo'lini tutmagan kishilar bunday sapsatlarga parvo qilmaslik kerak. Chunki Nuh alayhisolam bunday tuhmatlarga parvo qilmay o'zining da'vatini davomlashtirib ular bu tuhmatni oqmagandan keyin Nuh alayhisolamga anu'minu laka wattaba'akal arzalun, sening atrofingga namrat jamiyatga tuan tabiqada kishilar to'plangan bo'lsa, biz sana imo aytamdik, biz seni payg'ambar deb yuramdik deb mana bu gapni o'ttirib qo'y. Mana bu nurg'un kishilarning kufrlikqa tushishidagi, hatto ba'zi musulmonlarning islomdan yiroqlashishdagi asosli sababining birisi. Bu bugünkidek musulmonlar ojiz paytda musulmonlarning ko'p sonligi namrat va yoki jamiyatga tuan tabiqada kishilardan tarkib topadi. Bir odam iymon etsa, haqiqiy musulmonlab yashasa, ular bilan do'stlashish kerak, ularni yaxshi ko'rish kerak. Lekin qalbdagi bu kibr, bu cho'ngchilik, men iymon etsam, men taqvodorlik yo'lini tanlasam, shu odatli kishilar bilan aralashamdim, cho'ng savdogarlar bilan, boylar bilan aralashmamdim. Demak, men iymon etsam, taqvodorlik yo'lini tanlasam, mening jamiyatdagi o'rnim tushib ketadi ekan deb kufrlik tarafiga qarab mangadi. Ammo Allohga haqiqiy ishongan, jannat va do'zaxga haqiqiy ishongan kishilar bo'lsa, bir narsalarga qarashda iymon ko'zidan qaraydi, haqiqat ko'zidan qaraydi, hargizmi dunyo ko'zidan qaramaydi. Masalan, oramizdagi qisman Alloh taolo ihson ne'mati bergan kishilar, biz shu nomrat kishilarga o'xshash bolalarimizni Qur'on kursida o'qitamdi. Alloh pul bergandan keyin ilg'or maktablarda o'qitishimiz kerak deb bolalarning iymon e'tiqodini ikkinchi o'rin qo'ydi va yoki o'ylashmaydi. Chunki ularning nazarida Qur'on kursi bo'lsin yoki diniy maktablar bo'lsin, uni shu nomrat kishilar o'qiydi deb qaraydi. Hatto ular bolalarning iymonini birinchi o'ringa qo'yib, saviyasi bir oz tuvan bo'lsa-mu, islomiy maktablarga berganlarga malomat qilishadi. Bolalarni ilg'or maktablarda o'qitmamsa deb faqat bolasining dunyolikni ko'zlaydi. Ammo haqiqiy mu'min bo'lsa, bolalarni o'qitishda bo'lsin, har qanday ishda bo'lsin, dunyolikni emas, oxiratlikni birinchi o'ringa qo'ydi. Dunyolikni ikkinchi o'ringa qo'ydi. Bizning bolalarimizni tarbiyalashdagi maktab tanlash bo'lsin va yoki aralashgan kishilarni tanlashdagi qarorlarimiz bo'lsin, buningda iymon birinchi o'ringa qo'yilsa, biz haqiqiy Allohga ishongan kishilarning sifatini o'zimizda yetildirgan bo'lamiz. Aksi biz o'zimizni musulmon deb qo'yib, qarasak iymon etgan kishilarning maktablari va yoki haqiqiy taqvodor kishilar unda iqtisodiy jihati yuqori emas va yoki jamiyatdagi tabiqisi yuqori o'rinda bo'lmasa, biz o iymonni emas, o jamiyatdagi yuqori o'rinni qo'g'lasak, dunyoni qo'g'lashgan bo'lamiz. Oxiratni
oxiratni va jannatni unutgan bo'lamiz. Bu bizni oxirida iymondan, islomdan yiroqlashtiradi. Sepimizni xato tanlashga ilib boradi. Ya'ni sepimizni haqiqiy taqvodorning sepida emas, kim kuchli bo'lsa, kimning jamiyatdagi o'rni yuqori bo'lsa, shuning sepida bo'lib qolamiz. Amaliyotda haqiqiy yuqori o'ringa o'lgandan keyingi abadiy hayotdagi yuqori tabiqiy kimlar erishadi? Ana shu biz ko'p hollarda tuvan ko'rgan, nomrod ko'rgan, oddiy ko'rgan, tuvan tabiqiy deb qaragan kishilar erishadi. Chunki ularning jamiyatdagi o'rni yuqori bo'lmasa, ularning qalbi intayin sap keladi, oq ko'ngil keladi. Ammo ularga dunyo ko'zimiz bilan qaragan vaqtida, ular dunyo ko'zimizda ana shunday oddiy insonlar ko'radi. Nuh alayhisolamning qavmi ana shu sababdan Nuh alayhisolamga ergashmadi. Anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Tuvan tabiqiy kishilar atrofingga ulashib tursa, biz senga imo aytamdiq dedi. Kashki ular tufon balasida ana shu oddiy kishilarning, tuvan tabiqiy kishilarning qolib qolganligini bilgan bo'lsa-da, ularning atrofiga ching eslgan bo'ladi. Haqiqiy cho'nglikning, haqiqiy buyuklikning pulda emas, mol dunyoda emas, jamiyatdagi o'rinda emas, qalbdagi samimiyatda, taqvodorlik ekanligini bilgan bo'lsa-da, u qalbi sutun oq kishilarning qashidan o'rin olgan bo'ladi. Ularni hargiz tuvan ko'rmagan bo'ladi. Nuh alayhisolamning qavmidagi ba'zi bir o'qimishli cho'ng kishilar Nuh alayhisolamga, Nuh, biz sana iymon aytaylik, lekin atrofingdagi o kambag'al, o faqir kishilarni haydab atgin degan bu talabni qo'ydi. Nuh alayhisolam bo'lsa, "Va ma ana bi taridil ladina amanu." Men Allohga ishongan kishilarning, ularning jamiyatdagi o'rnining tuvan bo'lganligi, iqtisodining tuvan bo'lganligi tufayli men ularni hargizmi haydab atmayman deb maydonni ochiq bildirdi. Ammo o kishilar bo'lsa, jamiyatdagi o'rnining tushishini xohlamadi. U kambag'al kishilar bilan bir safda bo'lishni xohlamadi. Bu sababdan kufrlikni tanlaydi. Shunga Alloh taolo bizga iqtisod ne'mati berib, jamiyatdagi o'rnimizni ko'targan bo'lsa, va yoki boshqa bir sabablar orqali jamiyatdagi o'rnimizni yuqori o'ringa ko'targan bo'lsa, bu o'rnimiz bir imtihon, bir sinov. Bundan o'tolmasligimiz ana shu o'zimizni tuvan kishilarni tuvan ko'rish. Agar biz buni bir ne'mat deb qarab, u tuvan kishilarga, uning qalbiga qarab muomala qilsak, biz bu imtihondan o'tgan bo'lamiz. Shunga har vaqt o'zimizni tekshirib turaylikki, dunyo qalbimizni chirmamasin, ko'zimizga dunyo ko'zaniki taqilib qolmasin. Bir narsaga qaragan vaqtimizda, baho bergan vaqtimizda oxirat hayotini hisobga qo'shib, undan keyin baho beraylik. Dunyodagi hisob emas. Chunki dunyodagi narsaning hammasi vaqtliq. O'lish bilan u bizning emas, boshqalarning bo'ladi. Bu kiyimlarimiz, bu jasadlarimiz hammasi chirib tugaydi. Nuh alayhisolam mana bu haqiqatlarni xalqiga tushuntirib, nihoyat uzun yil da'vat elib boradi. Ammo xalqi bo'lsa iymon etmaydi. Xalqi ichidagi o'qimishli kishilarmi Nuh alayhisolam atrofidagi o tuvan tabiqiy kishilarni qo'g'ilib etmagachga Nuh alayhisolamning gapini anglamaydi va Nuh alayhisolamga iymon etmaydi. Ammo Nuh alayhisolam yana to'xtamay da'vatini davomlashtiradi. Oxiri Nuh alayhisolamning jamiyatidagi cho'ng va o'qimishli kishilar Nuh alayhisolamga "Ya Nuh, qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin." Ey Nuh, biz bilan nihoyat ko'p jidallashdan, munozilashdan, nihoyat jiq gaplarni qilib ketding. Agar sen gapingda rostchil bo'lsang, bizni qo'rqitgan ana shu Allohning azobini bir keltirib boqin dedi. Nima degan buyuk jasorat. Xuddi bugungi kunimizda ba'zi bir aqlsiz kishilarni jahannam bilan qo'rqitmay, "Rost bo'lsang keltirib boq" deganga o'xshash Nuh alayhisolamning o'rnidan xalqimi Nuh alayhisolamga "Sen rost bo'lsang ana shu do'zax azobini bir ko'rsatib boq, Allohning azobini bir keltirib boq" deydi. Nuh alayhisolam kishilarga haqiqatni tushuntirish yo'lida 950 yil tirishchilik ko'rsatgandan keyin xalqining javobi mana bu bo'ladi. Nuh alayhisolamga ergashgan kishi faqat 80 necha nafarlik kishi bo'ladi. Nuh alayhisolam mana shunday 950 yil kishilarni da'vat qilsa-mu, u nodon xalqning quloq solmaganligi, anglamaganligi, Nuh alayhisolamga iymon etmaganligini ko'rgandan keyin o'zini nihoyat ojiz his qilib Alloh taologa "Robbi inni mag'lubun fantasir." Ey Robbi, men ojiz keldim, menga yordam qil, mening qulamdan kam edi deb bu duoni qiladi. Nuh alayhisolam Allohga kechilab uzun duo qildi. Balki qulidan keladigan sabablarning hammani qilib bo'lgandan keyin "Anni mag'lubun fantasir." Ey Robbim, men ojiz keldim, menga yordam qilgin deb bu 3 so'zni tarkib topgan bu jumlani qildi. Mana bu 3 so'zni tarkib topgan bu duo butun yer sharidagi kishining hammasini g'arq qilishga yetdi. Nima uchun Nuh alayhisolamning bu 3 so'zni tarkib topgan duosi Allohning azobini keltirishga sabab bo'ldi? Chunki Nuh alayhisolam hech qanday sabab qilmasdan uzun duo qilmadi, balki qo'lidan keladigan ishlarning hammani qildi. Kechasi da'vat qildi, kunduzi da'vat qildi, attigini da'vat qildi, oqshimi da'vat qildi, har xil shaklda da'vat qildi. Bu da'vatni 1 yil, 2 yil, 10 yil, 20 yil emas, 950 yil qildi. Demak, sabablarning hammani qilib bo'lgandan keyin bizning qiladigan ishimiz duo bo'ladi. Sabab qilmasdan, hech qanday harakat qilmasdan, issiq uyimizda o'tirib, "Ey Alloh, sen zolimlarni halok qilib et. Ey Alloh, sen o zolimlarning vatanimizni qo'limizga ilib ber" deb bu duo qilish Allohga haqorat. Issiq uyimizdan arilib, qo'limizdan keladigan ishlarni bir qilib bo'lgandan keyin Allohga kechilab duo qilish hojatsiz. Mana shunday 3 jumla, 4 jumlalik duolarmi Allohning azobini keltirishga, o zolimlarni halok qilishga yetadi. Nuh alayhisolam ana shunday qo'ldan keladigan sabablarning hammani qilib bo'lgandan keyin "Robbi anni mag'lubun fantasir." Ey Robbim, men ojiz
keldim. Endi sen yordam qil deb Allohdan yordam tiladi. Hech ish qilmasdan emas, hamma ishlarni qilib bilib, ondan keyin yordam talab qildi. Asli duoning qoidasi mana shu. Ya'ni qo'limizdan keldi ishlarni hammani qilamiz, chala qo'ymay qilamiz, jafo o'simi qilamiz. Undan keyin Allohdan yordam tilaymiz. Nuh alayhisalom ana shunda qilgan bo'lg'achqa, Alloh taolo Nuh alayhisalom duosini ijobat qilib, "Hala tabata isbima kanu yaf'alun." Ularning qilgan ish tufayli sen hargiz ümidsizlanma. "Wasna'il fulka bi a'yunina." Bizning ilhom qilishimiz orqali sen bir kim yasa deb Nuh alayhisalomni kim yasashga buyurdi. Nuh alayhisalom, "Ey Alloh, kimni qanday qilama, nima ish qilamiz?" deb aql yo'rg'alatmasdan Alloh buyurdimi? Shartsiz ijro qildi. Sababini so'masdan Alloh mening duoimni ijobat qilibdi deb shartsiz holda kim yasashga tushib ketdi. "Va kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu." Nuh alayhisalomning qavmi Nuh alayhisalomning kim yasayotganligini ko'rib, Nuh alayhisalomni masxara qilishga boshladi. Nuh, endi sen Allohga chaqiraman deb qilgan bu ishing aqmay, yig'atchilik qilyapsan deb masxara qilishga boshladi. Ya'ni kofirlar Nuh alayhisalomning ichiga chiqib olsa, Allohning azobidan qutulib qoladigan nijotlik kimisi yasayotganligini tunimadi, bilmadi. Har davrdagi kofirlar, munofiqlar ana shunda bizni Allohning azobidan qutqizadigan Nuh kimisini tuniy olmaydi. Uni masxara qilishidi. Bugun kunimizda nurg'ulg'an kishilar bizni Allohningki dunyo va oxiratdagi azobidan qutuldirib qoladigan bu islomdan iborat nijotlik kimisini tunimaydi. Uni masxara qilishidi, uning gumoniy nazar bilan qarashidi. Xuddi Nuh alayhisalomning kimisini masxara qilganga o'xshash, bugun kunimizdagi aqid jihatdan bizni ozg'unlikdan saqlab qoladigan, bolalarimizning axloqini himoya qiladigan Qur'on kurslari, madrasalari, islom tashviqot markazlari qurayotganlarni, behuda yo'lga pul xarjlaganlar, tuyuq yo'lga kirib qolganlar, aldanganlar deb masxara qilishidi. Amaliyotda bugun kunimizda har tarafdan dinsizlik va axloqsizlik to'ponlari biz qarab kelyapti. U to'pondan faqat ana shu kishilar masxara qilgan iymon suhbatlari, Qur'on kurslari va islomni mudofaa qiladigan har qanday markaz va urullarning ichiga kirib olish bilan biz o'zimizning va avlodlarimizning iymonini saqlab qola olamiz va u iymonsizlik to'ponlaridan qutulib qola olamiz. Ana shu bolalarning dinini o'ylab tarbiyalaganlarni masxara qilganlar, islomiy markazlarni ochganlarni, Uyg'ur masjidlarini qurganlarni masxara qilganlar, islomiy kasbda o'qiganlarni masxara qilganlar ana shu dinsizlik to'ponlarida g'arq bo'ladi. Nuh alayhisalom tufondan saqlab qoladigan nijotlik kemisini masxara qilgan kishilarga qarata in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxaru. Agar sizlar bizni bugun masxara qilsanglar, bu nijotlik kemisini tuniyolmay, buni masxara qilsanglar, biz sizlarni kelajakda, sizlar u tufonda g'arq bo'lgan vaqtida sizlar bizni masxara qilganga o'xshash, biz sizlarni chuqur masxara qilamiz. Sawfa ta'lamuna may yatihi azabu yukhzihi va yahillu alayhi azabun muqim. Xor qilguvchi azobning, ya'ni tufonning shundaqla o'lgandan keyingi doim bo'ladigan u azobning kimning ustiga kelganligini pat yaqinda kelajakda bilib qolasizlar. Bugun masxara qilasizlar, lekin pat yaqinda bilib qolasizlar deydi. Biz Nuh alayhisalomga o'xshash bizning islomdan iborat bu nijotlik kemimizni masxara qilgan kishilarga shundaq deymizki, agar sizlar bizni mushu vaqtdimi dinda o'qamdi, mushu vaqtdimi jannat do'zax haqida so'zlandi, mushu vaqtdimi o'lim haqida so'zlandi, mushu vaqtdimi islomiy kasblarda o'qamdi, mushu vaqtdimi bolalarga Qur'on yodaldirandi deganga o'xshash so'zlar bilan bizni bugun masxara qilsanglar, kelajakda pat yaqinda bolalaringlar dinsizlik to'ponlarida bo'g'ilib, aqid jihatda ozg'un yo'llarga kirib, dinsizlar bilan to'y qilib, axloqiy jihatda buzilib, beshinglarga balo bo'lgan vaqtida eng muhimi o'lgandan keyingi abadiy hayotda qiyomat kuni, ey ana va dada, nima uchun mening dinimni birinchi o'ringa qo'yib meni tarbiyalamading? Menga nima uchun Allohni tunutmading deb yaqinlarga esilgan vaqtida bizning bolalarimiz bo'lsa, o'qigan Qur'on sababli bizning beshimizga toj ko'gizgan vaqtida biz sizlarni masxara qilamiz. Agar bu kunga qilishni xohlamasanglar, islomdan iborat bu nijotlik kemisini asla masxara qilmanglar, og'zinglarni yuminglar. Bolalaringlarga eng avval yaratgan Robbini tunutinglar, islomni o'rgatinglar. Dunyoga nima uchun kelganligini bilsin, o'lgandan keyin nega borganligini bilsin, dunyoda hayvonga o'xshash yashamasin. Robbini tunugan bola o'zini tunuydi. O'zini tunugan bola dunyoni tunuydi. Shundaqlar Robbini tunugan bola ota-onasiga hurmat qiladi, beshiga balo bo'lmaydi. Axloqiy jihatda sog'lom cho'ng bo'ladi. Ya'ni bir musulmon bo'lish, Robbini tunish deganlik o'lchamlik odam bo'lish deganlik. Robbini tunumagan odam qanchalik o'qib ketsin, qanchalik olim bo'lib ketsin, olim bo'la olishi mumkin, ammo odam bo'la olmaydi. Shundaqlar farzandimizni Robbini tunitib, islomni birinchi o'ringa qo'yib tarbiyalash, u o'lgandan keyinmi bizga davomli savobi kelib turadigan bir zavodga o'xshaydi. Ya'ni bir sadiqa joriya bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir odam o'lgandan keyin uning hisob kitobi tugaydi. Ya'ni uning savob keladigan hech qanday ishi bo'lmaydi. Faqat bir qancha ishi bo'ladi. Uning qatoridan tarbiyalab qo'ygan yaxshi farzandi deydi. Ya'ni Allohni tunuydigan, qilgan ishida savob ko'zlaydigan haqiqiy mu'min farzandi u o'lgan ota-onasi uchun duo qiladi. Ota-onasi atab sadiqalarni qiladi. Shu bolaning dunyoda qilgan har bir yaxshiligining o'xshi ota-onasiga bo'ladi. Nuh alayhisalom kishilarning masxara qilishiga parvo qilmasdan kim yasashni davom qiladi. Oxiri kimini Alloh taolo buyurgan
bo'lgandek putur. Ondan keyin Alloh taolo Nuh alayhisalomga dunyodagi har bir jonliqdan, ya'ni shu vaqtda bor har bir jonliqdan bir juftni kiyimiga silib ol deydi. Nuh alayhisalom Alloh taoloning degani bo'yicha har bir jonliqdan bir juftni kiyimiga silib oladi. Ondan keyin o'ziga iymon etgan, ishongan kishilarni bu kiyimiga chiqishga buyuradi. Ammo shu vaqtdagi cho'ngchi kishilar u kiyimiga chiqqanga nima bo'ladi deb Nuh alayhisalomni yana masxara qiladi. Nuh alayhisalomning bir o'g'li Nuh alayhisalomga iymon etmaydi. Kofirlarning qatoridan o'rin oladi. Demak, hidoyat payg'ambarning va yoki ma'lum bir shaxsning qo'lida emas. Payg'ambarning bolasi bo'lsa-mu, kofir bo'lishi mumkin. Nuh alayhisalom o'g'lining kofir bo'lganligi uchun nihoyat qayg'uradi. O'g'li kofir bo'lsa-mu, muhabbat, ota-bolalik rishtasini aslo uzvatmaydi. Nuh alayhisalom ana shunday dahshatli paytdimi, ya'ni butun musulmonlar har bir jonliqning bir juftni kiyimiga chiqib olgan tufon balasi kelish oldidimi, bolasiga ya bunayya irkab ma'ana, ey qo'zam, ey balakam, kiyimiga chiqib ol, ya'ni iymon et, menga ishon, bu kiyim tufondan bizni saqlab qoladi, bu so'zimga ishon, menga iymon et, kiyimiga chiqib ol deydi. Lekin bola bo'lsa, qala sa'avi ila jabali ya'simuni min al-ma. Agar sen degandek tufon kelib qolsa, men tog'ning ustiga chiqib olaman. Bu kiyim meni qutqizolmaydi deb Nuh alayhisalomga iymon etmaydi, ishonmaydi. Nuh alayhisalom yana o'g'liga tushuntirib, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Alloh rahim qilgandan boshqa hech kim bu Allohning azobidan qutlanmaydi deb unga nasihat qiladi. Ammo o'g'li bo'lsa, u kufrliqida ching turib oladi. Alloh taolo bu voqelikni Sur Qamarning 11 va 12 oyatlarida bayon qilib mundaq deydi. Fa fatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Osmonning darvozalarini quyilib, tükülüp yoqquchi yomg'irlar bilan ichivatdik. Zamindan buloqlarni etildirib chiqardik. Osmondan tükülgan yomg'ir bilan yerdan etib chiqqan buloq suvi qo'shilib, yer shari hammasi suvga to'ldi. Nuh alayhisalomning kemiya savodqonligini masxara qilgan kofirlar bo'lsa, hammasi suvda g'arq bo'ldi. O'g'limiz suvda g'arq bo'ldi. Faqat Nuh alayhisalom bilan birga u nijotlik kemasiga chiqib olgan kishilarni saqladi. Demek kafirlar, pasiqlar, munofiqlar ana shundaq nijotlik kemalarini taniyolmaydi. Nuh alayhisalomning o'g'li qilgan xitobi o'yinib boqishimizga arziydi deb o'ylayman. Nuh alayhisalomning o'g'li pasiq yoki gunohkor emas, balki kafir edi. Shundaq turibmi Nuh alayhisalom o'g'liga ig'ir, qo'pol so'zlarni ishlatmasdan, "Ya bunay, ey balakam" degan bu so'zni ishlatdi. Demak, farzand tarbiyasida hammadan muhim bo'lgani shafqat va shartsiz sevgi. Iymon etsan men seni balam deyman, quzan deyman demasdan, kafir bo'lsa-mu, otalik shafqatini va muhabbatini Nuh alayhisalom shartsiz berib, "Ya bunay, ey balakam" deb nayt kuyimchan holda xitob qildi. Demak, farzand tarbiyasida meyli nemish bo'lib ketsin, bu mehr, u shafqat shartsiz bo'lishi kerak. Sen yaxshi odam bo'lsan, undan keyin men sen amroq bo'laman, sen kuyinma emas, oti bo'ldikmi, ona bo'ldikmi, bolamizga beradigan shafqat shartsiz bo'lishi kerak. Bu shartsiz sevgini biz uzatmagan vaqtida mush orqali bolamizning o'tirisidagi dialogini yo'qotib qo'ymaymiz. Bu vaqtda bolamizning har vaqt biz tarafga qaytib kirish ehtimoli bo'ladi. Natijada hidoyat Allohdan. Biz tirishimiz, Nuh alayhisalom tirishdi, ammo bolasi kufr holda ketdi. Shunday qilib tarixdagi dahshatli tufon voqeasida insoniyat yer yuzidan yana bir qatim tozalandi. Faqat kemiga chiqib olgan sanoqli kishilarni saq qoldi. Bu tufon voqeasi 6 oy davomlashgandan keyin suv jimiydi va kemi to'xtaydi. Kishilar kemidan tushib hayotlikni yangidan boshlaydi. Bu sababdan Nuh alayhisalom odamlarning ikkinchi otasi deb ataladi. Nuh alayhisalomga payg'ambarlik 40 yoshida kelgan. 950 yil payg'ambarlik vazifasini o'tadi. Tufon voqeasidan keyin 60 yil yashaydi. Shunday qilib Nuh alayhisalom 1050 yil umri ko'rgandan keyin vafot topdi. O'ylab baqadigan bo'lsak, yuqorqi Nuh alayhisalomning qissasi bizga nurg'un narsalarni o'rgatadi. Uning qatoridan birinchisi bo'lsa, Alloh yo'liga chaqiruvchi asla va asla bu yo'lda zirikmaslik kerak, kirikmaslik kerak. Qilgan da'vatimizda ko'p odam tingishmadi, ko'p odam yurak bermadi deganga o'xshagan bahonalar bilan to'xtab qo'yishga bo'lmaydi. Nuh alayhisalom da'vat qilib olsa, kishilar quloqlarini itib oldi. Bugungi kunimizda kishilar oldiga da'vat chiqsa o'tkazib o'tadi. Hatto da'vat avtilgan kishilarni cheklab o'tadi. Mushundaq qilsa-mu, biz zirikmay, tirikmay buni bir majburiyat sifatida davomlashtirishimiz kerak. Ikkinchisi, mayli da'vatchi bo'lsin va yoki islohotchi bo'lsin, bu yo'lda cho'qim tuhmatga uchraydi. Maxsi pul tepish, o'zini ko'rsatish deganga o'xshagan tuhmatlarga uchraydi. Bizmi bu yo'lda xuddi Nuh alayhisalomga o'xshash asla va asla tirilmay yo'limizni davom qilish kerak ekanligini ko'rib olamiz. Shundaqla Nuh alayhisalomga o'xshash bu yo'lda asla va asla mol dunyo ko'zlamaslik, pul to'plash, jon boqishni maqsad qilmaslikning nihoyat muhim ekanligini ko'rib olamiz. Uchinchisi, islohotchi va da'vatchining chuqur o'lim tahdidlariga va yoki o'limga, ya'ni shahidlikka duchor bo'lganligini ko'rib olamiz. Chunki Nuh alayhisalom ana shundaq da'vatni davomlashgan vaqtida kishilar tomonidan suiqasdga uchradi. Nodon xalqi uni o'ldirib o'tishni planladi. Demak, islohot yo'li va da'vat yo'li gul chechaklar bilan urangan yo'llar emas, qiyinchiliklar bilan va har xil tahdid bilan to'lgan yo'l. Masalan, bizning oramizdan ozg'unlik va jaholat turpallariga qarshi islohot ilib borgan Abduqodir Damollami ana shundaq hayotini shahid qilish orqali bu yo'lga atab o'zining samimiyatini isbotladi. Abduqodir Damollam tashqi dushmanlar tomonidan emas, o'z ichimizdagi nodon xalqimiz tomonidan o'ldirildi, shahid qilindi. Demak, islohot yo'li mana shundaq oxirisi shahidlik bilan oxirlashadigan yo'l. Nuh alayhisalomningki 950 yil da'vat qilib bo'lgandan keyin anni mag'lubun
fantasir. Ey Rabbim, men aciz keldim, bana yordam qil deb duo qilgan qaragan vaqtimizda biz qo'limizdan kelgan hamma ishlarni qilib bo'lgandan keyin duoning muhim ekanligini ko'ralaymiz. Shundaqla duoning vaqtining sabablardan keyin ekanligini ko'ralaymiz. Nuh alayhissalom 5-yilda duo qilmadi. 950 yil duo qilib bo'lgandan keyin, ondan keyin fantasir, menga yordam qilgin deb duo qildi. Nuh alayhissalomning nijotlik kemisini yasayotgan vaqtida kishilarning Nuh alayhissalomni masxir qilayotganligiga nazar tashlagan vaqtimizda nurg'un kishilarning nijotlik kemisini tunyanmaydiganligi, uningga ishonmaydiganligi, hatto haddidan oshgan ba'zi kishilarning nijotlik kemisini masxir qildiganligi natijada bo'lsa, u masxir qilgan kishilarning shu davrdagi tufonda g'arq bo'lganligini ko'rib olamiz. Shundaqla har bir davrda tufondan bizni saqlab qoladigan nijotlik kemisi bor. Bugun kunimizdagi nijotlik kemisi bo'lsa, islom va islom xizmatlari o'rinlari, Uyg'ur masjidlari, madrasalar, Qur'on kurslari, islom tashviqot markazlari, tarjima o'rinlari, ya'ni islom xizmat qiladigan butun o'rin va organlarning hammasi mana bugun kunimizdagi bizni va avlodlarimizni iymonsizlik, axloqsizlik to'fonlaridan saqlab qoladigan nijotlik kemisi. Agar biz o'zimizni va avlodlarimizni bu kelayotgan dinsizlik va axloqsizlik to'fonlaridan saqlab qolaylik deydiganmiz, mana bu nijotlik kemalarining atrofiga uvilishimiz kerak. Aksicha nijotlik kemalariga ishonmasak, uni gumoniy nazar bilan qarasak, hatto haddimizni eshib uni masxir qilsak, bu dunyoda dinsizlik va axloqsizlik to'fonlariga g'arq bo'lamiz. Oxiratda bo'lsa azabun muqim, doim bo'ladigan azobga qolamiz. U biz masxir qilgan tuvan tabiqada kishilar bo'lsa, bolalarning yaxshi odam bo'lganligi, Qur'on o'rganganligi uchun beshiga toj kiysa, yuqori o'rinlarga erishsa, ana shu vaqtda o'zimizning naqadar aqlsiz ekanligini his qilamiz. Shuning uchun kishilarga qarashda bo'lsin, boshqalarga baho berishda bo'lsin, orlishda bo'lsin, bolalarimizni o'qitishda bo'lsin, dunyo ko'zi bilan emas, iymon ko'zi bilan qaraylik. Iymon e'tiqodni birinchi o'ringa qo'yib qadam bosaylik. Yana o'sha esimizda bo'lish kerakki, har bir davrda nijotlik kemisi bo'lganga o'xshash, u davrda u nijotlik kemisini tunimaydigan, u nijotlik kemisini masxir qiladigan kishilar cho'qim bo'ladi. Muhimi bizning qaysi sabda o'rin olganligimiz. Undan boshqasilar bu qismdan qanday ibrat va darslarni chiqardinglar, inkas rayonida o'rtoqlashsanglar xushal bo'lamiz.